8. Bab. Kim dana adamga o'xshaydi? Kim ishlarning ma'nisini yeshib beralaydi? Danalik odamning chehrini nurlandirib, bizang chiroyini illiq chiroy qiladi. Padişahning amrini bejo keltir, chunki sen Xudoning oldida qasam ishgan. Mas'uliyatingdan qaşma, hem yaman ishlarga aralashib qalma. Chunki padişah o'zi xalagan ishni qila oladi. Padişahning so'zi qonundur. Kimmi uningdan nima ish qilyapsan deb so'ray oladi. Padişahning amriga bo'ysunganlar jazolanmaydi. Dana odam her qandaq ishning payti va usulini biladi. Gerçi odamlar ish qilganda xilmu-xil qiyinchiliklarga duch kelsimu, lekin her qandaq ishning payti va usuli bo'ladi. Hech kim kelgusini bilmaydi. Nima ishlarning bo'ladiganligini hech kim aytib berolmaydi. Shamalni bo'ysundurg'ili bo'lmagandek, o'limni bo'ysundurg'ili bo'lmaydi. Leşkerler urushdan qechib qutulolmagandek, razillar razillikdan qutulolmaydi. Men quyoshning ostidagi bu dunyoda yuz bergan barliq ishlarni ko'rdim. Hem bu ishlar ustida cho'nqur o'ylandim. Ba'zida bir odam boshqalarning ustidan zo'rliq zo'mbilik qilib, ularga ziyonkashlik qiladi ekan. Men yana razil odamlarning hayot vaqtida muqaddas joyga kirib chiqayotganligini, yana ularning o'zlari razil ish qilgan shu shaharda maqtashga sazovar bo'layotganligini, o'lgandan keyin hurmat bilan yerga ko'milayotganligini ko'rdim. Bumu bir behuddilikdir. Jinoyatchilar darhol jazoga tortilmasa, kishilar jinoyat o'tkazishga yuraklik bo'lib ketadi. Gunohkor odam garchi 100 qitim gunoh o'tkazsa-mu, uzun ömür ko'radi. Lekin men shuni tushundimki, Xudodan ayminadiganlar cho'qim baxt topadi. Razil odamlarning baxtidan so'z ochqili bo'lmaydi. Ularning hayoti xuddi soyida qisqa bo'ladi. Ularning baxtsizligi dal ularning Xudodan qo'rqmaganligidan bo'lgandir. Dunyoda mundaq bir behuddilikmi bor? Haqqoniy odamlar, razil odamlar tortishga tegishlik jazoga tortiladi. Razil odamlar bo'lsa, xuddi haqqoniy odamlardek mukofotlanadi. Men shundaq o'ylaymanki, bumu bir behuddilikdir. Shunga men insonlarga bu dunyoda yeb ichib, hayotdan huzur elishini tavsiya qilaman. Quyoshning ostidagi bu dunyoda Xudo insonlarga ato qilgan hayotida ular jafoliq ishlasimu, xushalliq ular bilan birga bo'ladi. Men ko'ngil qo'yib, donolikni bilishga va bu dunyodagi kishilarning qilayotgan ishlarini, hatto kechilarimi uxlamay qilayotgan barliq ishlarini tushunishga tirishdim. Men Xudo qilgan barliq ishlarni o'yladim. Quyoshning ostidagi bu dunyoda hech kim Xudoning qilgan ishlarini haqiqiy bilmaydi ekan. İnsaniyat uni tushunishga urinsa-mu, lekin hech kim tushunolmaydi ekan. Hatto dono bir odam men bildim desa-mu, amaliyotda umi haqiqiy bilmaydi ekan.